Assalomu alaykum do'stlar, salomatsizlarmi? Biz buna Böke rayonunda atamning kursdoshlari menen qo'noqda turamiz. Buna bardigi Ferganadan kelgan, Quvadan, har turli yerdan, Rishtondan kelgan o'sha avolarim buna bardigini ko'rib turamiz. Bizde buni avam buna egemava bizde qo'noq qilib atadi shu yerda. Shu mehmondamiz buna. Atam menen bardigimiz baya tushda kelganmiz, tushda tamoqni jedik. Hozir mana osh qilib tur, oshni jedik. Mana atam kichkina so'z so'ylab qo'yayin dedi. Egan do'st, senga katta rahmat. Ya, nima? Boshimiz osmonga yetguncha bizdan bo'ldi. Mana biroz boraman deb qoldim, kutib. Mehmon qilding. Qo'ldan kelguncha endi to'ygun sochim bo'lsin. Alloh. Do'stligimiz, birodarligimiz hech qachon yo'qolmadi. Bola chaqalarimiz davom etsin bizdan keyin. Ana ularni ko'rlari. Senga, qadam ranjida. senga xudo ko'rsin. Shu o'zingni hammamizga Alloh. halollik bilan ko'p yillar yashaymiz. Do'stligimiz doim hamisha davomli bo'lsin. Senga katta rahmat. Ertaga xudo xolasa hammamiz birgalikda Abdulal boshlig'ida Samarqandga borib qolgan kursdoshlar bilan ham uchrashamiz. Alloh taolo shunga yetkazsin. Amin. Alloh akbar. Alloh akbar. Shu gaplarni minat darsligi tariqasida senga bitta qilishcha nimamiz bor o'zimizda. Ura bermanda. Yo'q, o'tir. Buni hozir ushul Qirg'izistondan Qirg'iz elining saltiga ko'ra shu siy hurmat ko'rsatib bosh kiyim tortiladi. Qalpoqni atam belek qilib berdi. Yetişiyor endi ertaga shu bilan. Bo'ldi. Judayam yarashdi. Ava qutluymiz. Rahmat. Bizda shu siy hurmat qatori qabul qilasiz. Bizadan keyin uyda ko'rib olasiz. Aha. Bizlarning farzandlar bilan mana ular ham kichkinasi kelish kerak bugun. Xudo xolasa. Kichkinasi kelsa tanishtirib bizdan keyin shunaqa aloqalarni uzilmasin. Valloh. Yaxshi kunlar uchrashsin. Sizce Xudo xolasa Samarqandda ulantamiz qolgan ertang mana Samarqandda. Mana. Do'stlar, mana Böke rayonida bizni o'zimiz tug'gan. Endi bitta narsa. do'stlar, Bittadan oshota. Hammasi. do'stlar, Böke rayonidan sizlar uchun atayin Toshkent oblasti. Barlarga cho'ng rahmat. Qirg'izistonga qolgan vaqtingizda qo'noq bo'lib kelingizlar. Kutamiz Xudo xolasa. Rahmat. Shunday ota? Shunday. Xudo xolasa. Ertaga kelib bemalol qo'limizdan keladi bir piyola choy qo'yib berish kelinglar. Xohlagan paytda qishda ham, yozda ham, bahorda ham kelaveringlar. Bo'laveradi. bo'ldi. Farqi yo'q. Nevrilar ulga olayin deb. Rahmat. Do'stlar, biz bilan birga bo'lingizlar.